Assalomu alaykum, obunachilar. Ana go'shtlari ko'rdingizmi? Bu ajoyib o'ks. Qop-qora. 350 kilo chiqdimi bu? 370. 370 kiloluk o'ks so'yildi. Arzon qo'yildi go'sh. Galarasizlar Jalol qassob yana. Sobrata to'yxonaning ham boshida. Ana qassoblar. Galarasizlar 120 dan qo'ydi, 120. 100 dan ham beradi, gelish ko'p olg'isangizlar, gelishsangizlar. Galarasizlar yana. Bir de qassobning shigirti. Qassoblarda. Galaringlarsa. Ajoyib, bag'ra qarang. Top-toza, kasal mol emas. Bag'ri ko'rdingizlarmi yana? Ajoyib. Satona qarang bu. Galadin satanlar. Galarasizlar obunachilar. Gücüne koymanladı. Sağlamlığın gücüne gelmedi. Katta öküzlar so'yilib turibdi. Bir haftada 2 ne so'yiladi. Malı soyup istedi. Böyle malı gücünü satar Türk yolda. Galarasizlar 120 dan. İcanla boyuna. Yarım göre veremiz az yarım saatlere. Normal. Like olsun, like. Like olsun. Obunachilar, ana. Alyosham şöyle öküz yatırıp gelip oturttu boyuna. Alyosh gapira. Ne diyimiz bize? Like olsun da. Like'la. Kanay. Pasada like'ları basarık hani. Galarasizlar xudo xolasa go'shtlar arzonladi.